Siz uchun zo'r taklifim bor. Bizda sotilayotgan 3 xona udvoyniy zal 92 kvadratniy metrli tayyor kirib yashaydigan uyni sizga taklif qilmoqchiman. Manzilimiz Yunusobod 14-kvartal Bahor to'yxonasining ro'parasi. Yo'lingizdan 2-dom infrastruktura, lokatsiya hamma narsamiz 2 qadamli yo'nalishimizda. Shu uyimiz bizda 4-qavatda joylashgan 5 qavatli binomizda. Uy egalari 85 ming dollarda so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylari bor. Telefon raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqaverasiz, uyni ko'ramiz. Abi, asosiy podyezddan kirish eshigimiz stroyni prixo'ja mebellarimiz bor. Keling, o'ng tarafga kiradigan bo'lsa, bizda zalimiz bo'ladi. Zalimizda 2 talik to'rxonaga yuradi. Po fakti 3 xonali uyimiz. Juda katta zal. Konditsionerlarimiz qavatda. Xo'p. Bu yoq tarafimizda esa bizda spalnimiz bo'ladi. Bu spalnida ham konditsionerlari mavjud. 50% kelishib, nima kerakli bo'lsa, o'sha jihozlarni puliga kelishib qolsangiz, qoldirib tashlasangiz bo'ladi. Bu yog'imiz esa 3-spalni. Bu spalnida ham konditsionerlarimiz mavjud. Oldi orqa akvariumlari bor. Отопительный sistemalari zo'r ishlaydi. Bu yoq tarafimizda bizda to'shina komnata, kladovой, bonkalarni, korobkalarni, karaskarani chetga joylashtirsangiz bo'ladi. Sanujolarimiz esa bizda alohida, birinchisi bizda hojatxona va keyingisi bizda hammomimizda bo'ladi. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Keling, oshxonaga kiramiz. Bu yoqda o'tirib ovqat tayyorlaydigan zonalarimiz balkonga ko'chirilgan. Bu yoqda o'tirib ovqatlansangiz bo'ladi. Kir mashina ham mebel ichiga kiritilgan ekan, televizorlar ham bor, barcha stoykalarimiz mavjud. Bu yog'imizda bizda hamma narsa qavatda stroyni, chunki bu yoqda va yana bitta spalni qilib foydalansangiz, как детский qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Hop, lokatsiya zo'r, manzil zo'r, narxi juda ham arziydi, uy o'zini fayzi, aurasi juda ham yaxshi ekan. Telefon raqamlari sinada aloqaga chiqaverasiz.